Bugun ustoz shogird san'atkorlar o'zlarining chiroyli so'zi suhbati bilan hammamizni xursand qiladilar. Davrada bog'otlik va hazoraslik xonandalar, sozandalar, navozandalar va muxlislar ishtirok etadi. Abdulla aka, Quvondiq og'amni ijodkorligi, sozandaligi, xonandaligi menda hayrat qoldirgan. Quvondiq haqiqatan ham san'at uchun yaralgan desem ham mubolag'a bo'lmaydi. 86-87 yillarda musiqiy ansambl bo'lar edi. Sho'ra bu bir 10 kilometrdan qishlardan, sovuqlardan yavomat shaklda keladi edi. Men buni mehnatkeşligini yaxshi ko'raman. Samimiy bu da. Ashulalar ham zo'r aytadi. O'zining ajoyib ashullalari bor. Bir paytda Semurug estrada ansamblini birinchi bag'atda tuzgan yigitlardan bu. Ustozlar bilan har bir o'tirgan davramiz, har bir mashvarat bo'lsin yoki biror bir tadbir bo'lsin, albatta o'zimizda bir nimalarni olamizda, bir nima iz qoldiradi ustozlardan. Shuning uchun men ba'zi vaqtda ustozlar bilan o'tirganda xuddi san'at maktabine birinchi sinfga kirdim ekan deb o'ylayman-da. Chunki har safar bir yangi qirralar, yangi ijodlar, yangi maqom yo'nalishi bo'ladimi, mumtoz yo'nalishi bo'ladimi, qandaydir ustozlar yangiliklarni ishtaman-da. Deyman, olib bu narsalarim bor ekan deb men hayratlanaman-da. 14-son muzika va san'at maktabida bu yerda yoshlarga dars beramiz. Albatta bunda ustozlar olgan ilmlarimizni yoshlarga berib, yoshlarni shu yo'lda tarbiyalashda davom etib kelyapmiz. Ilgari xalqaro festival degan narsa qiyin narsa edi unga chiqish. Hozir shunday imkoniyatlar bo'ldi. Yoshlarimiz kimdaki talant bo'lsa, chiqib o'zini ko'rsatyapti hozir. Mana yaxshi ko'rsatkichlar qilyapti. 87-yildan beri ko'pgina vaqtim Qaldirg'och ansamblida o'tdi. Shu gastrol safarlarida birga bo'ldik va shulardan ilhomlanib, keyin men estrada jariga qo'l oldim. Viadida vokal instrumental ansambl Semurug. Shu vaqtda 88-89-yilda mana shu rayonda birinchi bo'lib shu ansamblga qo'lib shuni tashkil qildim. Albatta endi u paytda sintezator, udarnik, bas gitara, sol bu narsalar bizlarga sal yotiroq narsa edi u paytda. Chunki bizlar ribob, akordeon doiraga o'rganganmiz, barabanning ritmiga tushishimiz qiyin bo'ladi. Ya bo'lmasa sintezarning akkordlariga tushish qiyinchiliklar bo'lgan. Lekin shuni o'rganib, shu ansamblni tashkil qildik. Viloyatda laureat bo'ldik. Respublikaga borib tanilib shu ansamblni birinchi tashkil qildim. Men o'zim bundan xursandman endi. Gul tabassum yuzlaringdan, gul tabassum yuzlaringdan sarvinoz. Menga bergan sening va'dalaringdan, menga bergan sening va'dalaringdan, sen ham hayron, men ham hayron sarvinoz. Sarvinoz, sarvinoz. Endi so'zlar ketib qolgan o'zini.